Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi akajonim? Rahmat, kim ekan bu? Adashmasak G'ayratjon akamizga to'g'ri tushdikmi? Kim ekan bu? Akajonim, ming bor uzr so'raymiz. Biz sizni O'zbekistondan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib qo'ygan edik. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lib, barcha yaqinlaringiz, mehribonlaringiz baxtiga salomat bo'ling akajonim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga sizga atalgan juda ham chiroyli, samimiy dil izhorlari yetib kelgan ekan. Yaqinlaringiz orasidan sizni yaxshi ko'rib, hurmat qiluvchilar orasidan qaysi yaqin insonlaringiz yo'llagan bo'lishlari mumkin akajonim? Nima deb o'ylaysiz? Qaynona oyijoningiz, qaynotangiz, barcha yaqinlaringiz nomidan sizni tabriklab qo'yishimizni juda ham iltimos qilib, bizning studiyamizga murojaat qilgan ekan. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Maylimi, ozgina qimmatli vaqtingizni olsak, sizga atalgan chiroyli dil izhorlarini o'qib bersak akajonim. Joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan mehribon oq ko'ngil bolajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim tani joningiz sog', umr yoshingiz ziyoda bo'lsin. Allohim bergan umrni qizim bilan mazmunli o'tkazib, farzandlaringizni rohatlarda ko'rib yuring ilohim. Boshlagan har bir ishlaringizga omad yor, Allohim o'zi madadkor bo'lsin. Bolajonim, dunyo turguncha turing. Oltin boshingiz hamisha omon bo'lsin. Qizim bilan birgalikda shirindan shakar farzandlaringizni rohatini ko'ring ilohim. Sizdek mehribon, aqlli kuyovim borligidan doimo faxrlanaman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi amalga oshishiga tilakdoshmiz. Men har bir kuningiz g'alabalar, yutuqlarga to'la bo'lishini istab qolaman. Omad har doim hamrohingiz bo'lsin. Sizdek aqlli, zukko, mehribon, oq ko'ngil kuyovim bor ekan, Allohga shukr qilaman. Ilohim farzandlaringiz ham o'zingizga o'xshagan aqlli, mehribon inson bo'lib voyaga yetishib yursin. Sizga oilaviy baxt, omad, sog'lik, bir umr hamrohingiz bo'lsin. Oldingizga nima maqsad va yaxshi niyatlaringiz bor bo'lsa, barchasi ijobat bo'lsin. Hamisha Allohim sizni yomon nazardan o'zi asrasin. Allohga shukr qilaman bolajonim. Yana bir yangi kunni sog' omonlikda qarshi olib, g'oyibona bo'lsa-da diydor ko'rishib sizga shu maktublarni yozmoqdamiz. Allohimdan qalbingiz sokinligi, yuzingiz tabassumi va nurini, tanangiz sog'ligini, xonadoningiz tinchligi davomiy bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Dunyoning tashvishlari sizni aslo tushkunlikka solmasin bolajonim. Har bir og'irlik ortida yengillik bordir. Har bir insonning eng katta baxti uning iymoni va yaqinlarining salomatligidir. Ana o'sha salomatlikni